Jannat mevasi anor. Yeganda quvvat, sharbatini ichganda shifo, po'stini talqon qilib yaralarga, ichak muammolariga foydalanganingizdan tashqari, qarang, ko'p qavatli uylar poyida ham mehr beruvchi inson bo'lsa, unga ta'zim bilan ko'zini quvnatib, diliga shodlik bera oladi. Qarangki, albatta o'zidan o'rnak olsa bo'ladigan yashovchanlikni sizga armag'on etmoqda. Befarq bo'lmang. Mehrda gap ko'p. U joy va manzil tanlamaydi. Mehr ulashing. Har kuni anor sharbatidanmi, uning salatlaridanmi yoki u qatnashgan pishiriqlardanmi tanovul qiling. Palovxon to'rani u bilan yeng, hazmi o'zi bilan, quvvatini oshig'i bilan olasiz. Anor kabi qaytara oling mehrning javobini ham. Yashash makoningiz qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizga zavq, shavq va yashashga bo'lgan ehtiyojni topa biling.